Samarqand Kattaqo'rg'on Dilshod polvonda ekan. Dilshod polvonda ko'tarildi yuqoriga Do'xsoy Tona. Allaysan bo'g'laysan polvon. Keldi yuqoriga jiloga teginmang, bekor tashlayman. 11. Eshanba nima uchun jilo ishlaysiz? Yaxshi ot kelayotgan bo'lsa. Yo'q, nima uchun ishlaysiz? Qonun hamma uchun balo, biz sizni hurmat qilamiz eshanba. Unaqa qilmang, ikkinchi marta jilo ishlamang. Dilshod polvon, qarsay bormi? Qarsayga olqishlar omon bo'lsin. Samarqand Kattaqo'rg'on Do'xsoyni polvoni. Dilshod polvon Nurota. O'ktam Qorashambomning yangi Jaguar nomlari bilan. Dilshod polvon. Dilshod aka, yana o'sha siz bekor qilaman aytib, ogohlantiryapman. Dilshod polvon. Ot to'g'ri kelyapti-da bu yerda marrasini bekor qilib qo'yishga ozgina vijdonimiz qiynaladi. Chunki ot to'g'ri kelyapti, ishim bomda o'g'li o'zi jilo ushlayapti. Kerak emas jilo ushlash. Nima qilasiz sizlar?